Xayr onachilar. Va nihoyat mana avvallari kim deb tanishlaringizni bilmadim, lekin mana avval reverch edim. Lekin Dazma degan naparnik kanalda cho'f oldi. Mayli, u kanalga endi qaytib kirolmaymiz. Shuning uchun bu kanalda biz Ramazongacha 100 ta bo'lamiz. Bu birinchi bo'lib vijdoniyamizni boshlaymiz bolalar. Asosiy videomizda bugun biz oddiy boshlanishga vijdoniya qilamiz. Keyin esa mana shu komment video osadagi kommentga o'tasizlar va men o'sha kommentlardagi challenge'lar bajarishga harakat qilaman. Minecraft'ning topshiriqlarni bajarish videosi chiqishi mumkin agar istasanglar. Istamasanglar qanaqa chiqasaman ko'raman. Birinchi o'rinda sizlar muhim so'zlar oxirgi 9 bo'lishamiz. Bo'la, men xohlagan challenge'larni bajara olaman, ishonaveringlar. Lekin mana shu Minecraftga mosini aytdilar bo'ldi. Уже video chiqishi boshlaydi. Qo'y. O'sha shkolamiz ham ketishni boshlayapti bolalar. Yapti devordim, uzr. Mayli, qo'y chopamiz. Ko'proq blok. Kech bo'lmasa-da men o'zimga yotoq yasab olishimiz kerak. Bola biza qattandir zombini eshitilyapti, agar sizlar ham eshitgan bo'lsanglar. Da, zombini ovozi eshitildi. Menimcha bu yoqqa bekor sakradim, mayli tezroq ko'mirlarni olib tashlashimiz kerak. Ha, mana ekan bu la'nati. Mana senga. Yo'q, yondim. Yo'q, yonmadim bo'ldi. Bola, biz bu yerda o'lmasligimiz kerak. Shuning uchun hamma ehtiyot choralari ko'ramiz. Obbo, yo'q. Men. Ko'rdinglarmi? Hop, mayli bola. Biz bu kanalga Ramazon oyigacha ko'proq obunachi chiqishimiz kerak. Bu. To'xta. Qaqay qochishni bilasan. Go'sht tushib ketdi, lekin men uni orqasiga sakraman. Sakrasam o'lib ketaman. Hop, mayli, hozirdan san ko'rib olishimiz kerak. 3 minutgina bo'libdi. Yo'q, biz 3 minut qilmaymiz. Biz xohlaganimizcha qilaveramiz. Yo'q. Bola, mana va reverch edim. Yo'q, sonda. Endi reverch emasman men endi cheaterman. Hop, bolalar, biz o'zimizga kerak bo'lgan joyni topishimiz kerak. Menga masalan mana bu orol yoqdi. Faqat yoqqa suzib o'tish uchun jonim kam qopti. Bizga pechgachalar kerak. Hatto pechga bo'lmasa ham narsalar kerak bizga. Hozir o'lib ketamiz. Menimcha o'laman u. Hozir qaytaman. Bola, mana ovqatimni yeb oldim. Endi takansa ketamiz. Archa daraxti. Yaxshi. Bola, biz bu kanalda hali shunaqa fantastik anaqalar olib tashlashimiz kerak.
Sizlar ko'rgansizlar yo'qmi, lekin men hozir o'zimga yoqadigan uyga quraman. U albatta oddiy bo'lmaydi. Mana. Men bolalari bor ekan-u, ko'rmabman. Albatta qo'y bor ekan. Bitta o'zingmisan? Yo'q, ikkita ekan, yaxshi. Ikkita bo'lsa demaymiz, yaxshi. Bus. Yo'q, o'xshamas ekan. No, o'xshardi. 4 tali daraxt. 2 tali ekan. Mana shuncha olib olamiz, keraklicha barcha yog'ochlarni olamiz. Uy qurishni boshlaymiz. Biza uyga konni oldida qurmasligimiz kerak. Hamma joyda kon bormi? Bu basseynchik. Mana shu yerda tozalab tashlab uy qurishni boshlaymiz. Xo'sh, versta qo'yamiz. Bolaman qat'iy ravishda qaror qilganman, bu kanalga Dazmanni umuman chaqirmayman. Agar sizlar Reverch kanaliga avvalo obuna bo'lgan bo'lsanglar, u yerdan obunalarni olib tashlayveringlar. Men u yerda boshqa umuman chiqmayman. U yerga menimcha вообще video ham qo'yilayotgani yo'q. Shunda zo'r kanalim chopdi. Izohga Dazman chopar deb yozamiz. Chopamiz Dazman, to'g'rimi? Bo'ldi, xavotiringizni olib tashlamaylik. Men o'zim kompyuterimni tez orada olaman. Ya'ni kelasi o'g'ilgan kunimda. Kelasi o'g'ilgan kunimgacha men 1000 ta bo'lmoqchiman obunachilar. Keyin biz kompyuterda, ya'ni birinchi streamimizni qilamiz. Shuning uchun obuna bo'laveringlar. Qo'lim qiyshiqdi. Oppa, yaxshi. Hop, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, уже 8 minut bo'lib ketibdi. Men atayman shunaqa programmacha o'tkazganman. Video vaqtini ko'rib turishim kerak. Yo-mayo. Ikkita ham yetmay qoladi. Men to'xtada, stop. Hammasini aylantirib o'rganman. Obbo. Olaman, o'zim avval shon suratimni qaytarib olishim kerak. Shuning uchun sizlar yordam berishingiz kerak. Shu videoga 10 ta obunachi kelsa, men bu survivallikka chiqsam chiqaraman. Faqat oddiysini chiqarmaymiz. Horrorni chiqaramiz. Menga horror survivallar yoqadi. 3 ta. Hoppa. 1 2 3. Vallahi уже vaqtimizda bo'lib qopti. 10 minut bo'lar ekan videoyimizda, chunki vaqt yo'q. Nimaga vaqt yo'qligini
aytib o'tsam. Xullas bola, men futbolga ketishim kerak. Futbolga qanday qiziqadigan bo'lsanglar, trener telefon raqamlarini pastga qoldiraman. O'sha yerdan kirib ko'ringlar, qatnasha olasizlar. Lekin yaqinda katta musobaqa boshlanadi. Shuning uchun harakatlar avj olgan. Shuning uchun mayli. Vaqtimiz o'zini qo'yasiga yetdi. Barchaga tomosha uchun rahmat. Sizlar bilan cheater bo'ldi. Barchaga xayr.